Sotdi. Labay oyijon. Kela qol bolam. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Yaxshi yotib turdingizmi? Va alaykum salom. Voy, man o'lib qo'ya qolay. Buni qarang. Kim bo'ldi bu? Nigora-ku oyi. Voy, yergina yuz kerak. To'xta. To'xta deyapman senga. Yana 5 minut. 5 minutgina qoldi oyijon. Jinsan, shaytonmisan ha? Voydod, uyimdan farishta qochdi. Chiqlaring. Mana valvastani yuzini ko'rlaring, chiq. Mana bu shir yalang'och valvastini ko'rib qo'ylaring. Voy, nima bo'ldi oyijon? Uyga o'g'ri tushdimi? Qani? Nima bo'ldi oyijon? Hoy, qayoqqa qarayapsanlar? Qaramanglar. Bor erim chaqir. To'y bilan ovora bo'lib, qachondan beri zaryadka qilmadim. Voydod, zaryadka bo'lish qanaqaligini men senga ko'rsatib qo'yaman. Hoy, sen meni uyimga, xonadonimga qanday baloni boshlab kelding-a? Axir keliningiz gimnastikachi bo'lsa, bu kiyimda musobaqalarda qatnashib turadi. Musobaqamish. Men musobaqani bilmayman. Men uyimda bunaqasi ketmaydi. Sotdi. Labay oyijon. Mana bu ajindan ustiga bir balon tashlab qo'y. Hamma yo'g'i ochilib yotibdi. Hozir oyijon. Voy oyijon, mana men qo'lim tishlab oldi. Onasi go'sht bermaganmi nima? Qani yana bir marta tegib ko'ring-chi. Qo'lingizni tishlab uzib olaman. Shu zaryadka o'lgurni 2-3 kunga deb gaplashgan edik-ku. Biz 3 kunga gaplashganmiz. Bugun esa 4-kun. Keyin esa mana bu savilni ham boshqa yopinmayman. Kichkina kelinimiz tishli tirnoqli ekan-a. Shunaqa tishi o'tkirdan bo'lsin degan edim-a. Bularni baribir tishi o'tmaydi. Men kelin bo'lib tushganimda hammasiga tishim o'tardi. Haliyam esingizda ekan-a, olsin. Xo'sh, men senga kim bo'laman? Onam, Ana uchi. xotinim, Barakalla. Bu gapimni o'ng quloqing bilan ham, chap quloqing bilan ham eshitib ol. Ona rozi, Xudo rozi deydilar. Xotin topiladi, lekin ona topilmaydi. To'ppa-to'g'ri oyijon. To'g'rimi? To'g'ri. Ana shundoq bo'lsin. Yashasin onajonimiz. xotinlarimiz ham. Yo'qingiz ham nam tortib, otilmaydigan bo'lib qolibdi, akajon. Mana oyijon, asalari sizga bol keltirdi. To'g'rimi oyijon? To'g'ri, barakalla. Ketishga ruxsatmi? Ruxsat. Assalomu alaykum oyijon. Mana 90 so'm. 5 so'mi qani? Ana u laboratoriyada o'rtog'imizning tug'ilgan kuniga 5 so'mdan yig'gan edik. O'shanga berdim. Tug'ilmay o'lsin. Keyingi tug'ilgan kuniga o'zim unga sovg'a qilaman. Podkominga telefon qilib, pora olganini aytaman. Voy, oyijon, nima qilganingiz bu? Iye, oyi, nima qilganingiz bu axir? Meni axir sharmanda qilasiz-ku. Ishingni qil. Nigora, oyligingni oldingmi? Oldim, lekin bu pulga mening boshqa rejalarim bor. Men seni rejalaring bilan ishim yo'q. Itogosi kerak emas. Chiqim daftarini och. Qani, kimga nima kerak? Tortinmasdan aytaveringlar. Oyijon, ishxonamizga yaponcha jemper kelgan edi. Olib bering. Qanday kelgan bo'lsa, shunday qaytib ketaveradi. Yaponcha jemper kiyilari kelib qopti. Nima o'zimiznikini kiysang teshib chiqadimi? Odamlarga ham hayronman-da. Xo'rozqon chet elniki desa, yotib olib yalashadi.
Jenfring yap yangi. Biroz kir bo'lgan. Ana sottiga aytamiz, darrov yuvib beradi. Oyijon, kuni kecha nabirangizdan xat olgandim. Tufligi yirtilib ketibdi. Iloji bo'lsa 40 so'm bersangiz Leningradga yubormoqchi edim. Sotdi, daftaringga yozib qo'y. Bashoratning o'g'li Leningradga 40 so'm. Voy, rahmat oyijon. Nigora, senga nima kerak? Men stipendiyamga tush, lak, pomada, shampun, qo'shtin qalam olmoqchi edim. Bo'ldi, bas qil. Shularni olmoqchi edim. Endi qarasam, chuchvarani xom sanabman.